Avval xabar berganimizdek 28-30 oktyabr kunlari o'z Expo markaz pavilyonlarida sohaviy jihatdan bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan tarmoqlar tog' ishi, metallurgiya va metallsozlik yo'nalishidagi 19-xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tmoqda. Ko'rgazmaning birinchi kunida yirik xalqaro kon metallurgiya forumi bo'lib o'tdi. Unda tog' sanoati va geologiya vazirligi hamda xalqaro kompaniyalar, hukumat vakillari, soha rahbarlari, yirik ishlab chiqaruvchilar, investorlar, moliya institutlari va xalqaro ekspertlar ishtirok etdi. Tadbirning ikkinchi kunida Etika Expedition xalqaro ko'rgazma kompaniyasi tomonidan ochiq va yopiq pavilyonlarda tashkil etilgan ko'rgazmada 15 mamlakatdan 150 dan ortiq kompaniya ishtirok etdi. Tashrif buyurganlar foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash texnikalari, metall prokat, quvurlar va boshqa tarmoq uchun zarur mahsulot va uskunalar bilan tanishdilar hamda ularning xususiyatlari haqida mutaxassislardan kerakli ma'lumotlarni bilib oldilar. Bugungi ko'rgazmadan to'laroq ma'lumot olish uchun bugun Nodira Hayitboyeva bilan gaplashamiz. Shu Etika kompaniyasi aynan mana shu yerning tashkilotchisi. Nodira opa, bu yil nima yangiliklar bordi? Bir yurib gaplashsak, ko'rib. Mana shaxmatchilarni ko'rdim. Shaxmat o'ynashyapti. Bu ham Javohir Sindorov bilan bugungi yangilik. Gapimizni yangiliklar bilan boshladingiz va albatta buni ko'rib turibmiz. Mana bu yil ko'rgazmada ishtirok etayotgan homiylarimizdan biri mana shaxmat bo'yicha ham bu yerda bir nima o'tkazishmoqda. Bu ham bir yangiliklardan biridir. Agar o'ynab ko'rmagan bo'lsangiz, marhamat sizni taklif etamiz. Albatta bularda o'ziga xos bir yangilik desak bo'ladi. Jahon chempioni mana shu yerda. Lekin qiziquvchilar ham juda ko'p ekan. Qiziquvchilar ham talaygina, albatta o'yinlarni keta uzilmayapti va o'ylaymizki, albatta bosh sovrin o'z egasini topadi. Bu yana yutgan odam, Javohir yutgan odam ham mukofotli bo'lar ekan deb eshitdim. Albatta, har bir o'yinni bir o'zini nimasi bo'ladi albatta va yana bir bora Javohir, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bilan ham tanishamiz. Assalomu alaykum. Hormang charchamayapsizmi? Nechta odam yutdingiz? Hozircha kam yutdim. Gapiring. Hozircha 2 ta odam yutdim. Chiqib unaqa выставочный o'yinlarni boshqa chet elda ham o'ynaganman. Shu kompaniyani xo'jayini bizani shaxmat bo'yicha jamoamizni rahbari bo'lgan qachondir. Ya'ni hozir biznesga shug'ullanadilar, lekin shaxmatga ham alohida qiziqib turadilar, musobaqalar ko'p o'tkazib turadilar. Shu mana shunaqa o'zlarini выставка paytlari meni ko'p taklif qilib, shu ya'ni ko'rgazmalarda ham ishtirok etib turasiz. Ishtirok etib turaman, sababi bu odam shaxmatga juda ham qiziqadi. Shuning uchun shuni shunaqa qiziqarli ular qilib turadi, challengelar. Rahmat. Kattakon rahmat. Rahmat. Nodira opa, yuring bir davom ettiraylik. Yana nima yangiliklar bor bu? Juda ham yaxshi yangilik bo'libdi. Sportchilar bilan uchrashuvlar ham ko'rgazma nufuzini ham keladigan odamlarni ham oshiradi, sonini. Albatta, mana shunday uchrashuvlar, mana shunday challengelar aytib o'tganlaridek, ko'rgazmaga bo'lgan e'tiborni ham oshiradi, jumladan yoshlarimiz tomonidan ham mana ko'rib turganingizdek juda ko'p yoshlarimiz ham qiziqish bildirmoqdalar. Shu bilan birga yana shuni aytib o'tmoqchimanki, bu yilgi ko'rgazmamiz, ya'ni Money Metals O'zbekiston ko'rgazmasi bu yil 19-marotaba o'tkazilmoqda. Juda ko'p bir necha yillardan beri ishtirok etayotgan kompaniyalar shu yerda sohaning ilg'orlari desak mubolag'a bo'lmaydi va shu bilan birga bizda ilk marotaba ishtirok etayotgan debyutant kompaniyalar ham talaygina. Yana shuni aytib o'tmoqchiman. Albatta mana shu ko'rgazma doirasida UIMF 2025 forumi ham bo'lib o'tmoqda. Bu nima ahamiyati bor shu forumning? Forumning ham ahamiyati kattadir, jumladan mana shu forumda soha mutaxassislari ishtirok etmoqdalar, o'z amaliyotlari bilan bo'lishmoqdalar va mana hozir bo'lib o'tayotgan majlislarda, seminarlarda ham rasmiy ko'mak ko'rsatgan vakillarimiz ham shu yerda, ya'ni O'zbekiston tog' geologiya vazirligi, assotsiatsiyalar mana shu yerda kompaniya vakillari bilan ishtirok etib aktual mavzular, ularning yechimlari bilan bo'lishmoqdalar. Endi mana qarang, tog' sanoati eng nima deydi, daromadli, serdaromad tarmoqda. Hattoki chet elda ham mana shu sohaga qiziqish kuchli. To'g'ri. Bu yil nima yangiliklar bo'ldi shu sanoatda?
Albatta, sanoat o'z joyida turmaydi. Yangiliklar juda ko'p va biz shundan faxrlanamizki, mana shu sohaga, mana shu sanoatga kirib kelayotgan yangiliklar juda ko'pi avvalambor mana shu ko'rgazmada va forumda ko'rsatiladi. E'tibor bering, deyarli har bir stendda, har bir ekspozitsiyada yangiliklar mavjud. Mana shu kelgan kompaniyalar o'zlarining ilg'or texnologiyalarini olib kelganlar va o'ylaymizki, aynan mana shu texnologiyalar ertaga indinga sanoatning rivojiga ham o'zining kerakli hissasini qo'shadi. Bu yil albatta bizda yangi davlatlar soni ham kelib qo'shildi, to'g'ri aytdingiz, va ilk marotaba bizda mongoliyalik Mongoliya kompaniyasi ishtirok etmoqda. Yaxshi. Endi juda katta joy ajratilibdi bu yil. Albatta, bu yil ko'rgazmaga va shu bilan birga forumga ham mana shu O'zekspo markazida joy ajratilgan va muzokaralar, tanishuvlar, biznes uchrashuvlar davom etmoqda. Tabiiy resurslarga boy bo'lgan mamlakatimizda tog'kon sektori sanoatimizni xom ashyo bilan ta'minlash salohiyatiga ega. Faqat buning uchun yangi texnologiyalar, innovatsiyalarni joriy etish, kam sarflab ko'proq daromad topish talab etiladi. Ko'rgazma ayni shu maqsadlarni yuzaga chiqaradi va ishlab chiqaruvchilar bilan yetkazib beruvchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot har ikki tomon uchun ham birdek manfaatlidir. Ekspozitsiya ikkita asosiy sektorga bo'lingan bo'lib, tog'kon ishi bo'limida foydali qazilmalar qazib olish va qayta ishlashning barcha bosqichlari uchun yechimlar, uskunalar, burg'ulash qurilmalari va asboblari kabi o'nlab moslamalar namoyish etildi. Metallurgiya va mashinasozlik bo'limida esa shu yo'nalishdagi korxonalar uchun keng turdagi uskunalar va texnologiyalar, zamonaviy dastgohlar, kranlar, geotexnika va qurilish ehtiyojlari uchun materiallar, sanoat chiqindilarini qayta ishlash bo'yicha yangicha yechimlar taqdim etildi. Birgina Germaniyadan 16 ta yirik kompaniya ishtirok etmoqda. Ular tomonidan kom metallurgiya kompleksi uchun uskunalarning keng assortimenti namoyish etildi. Wir sind von der Firma Steuler. Bizni kompaniya 100 yildan buyon dunyo bozorida faoliyat yuritib keladi. Ishlab chiqarish korxonalarimiz Germaniyada joylashgan. Kompaniyamiz 3 yo'nalishda faoliyat olib boradi. Bu temir buyumlarning yemirilishidan himoya qiluvchi qoplamalar, yuqori darajadagi issiqlikka bardoshli tizimlar, plastik mahsulotlar ishlab chiqarish bo'limlari shular jumlasidandir. Markaziy Osiyo mintaqasida tog'kon sanoatida ko'p yillardan buyon ishtirok etib kelamiz. Bu yo'nalishdagi korxonalar uchun himoya qoplamalari yetkazib bermoqdamiz. Shu bilan birga Qozog'iston ishlab chiqaruvchilari bilan faol hamkorlik qilamiz. Bugungi ko'rgazma orqali boshqa yo'nalishlarda ham hamkorlikni yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. Mit einem jährlichen Umsatz von ungefähr 500 Millionen US-Dollar. Ochiq ekspozitsiyada esa ko'rgazmaga kelganlar qurilish va konchilik uskunalari, burg'ulash qurilmalari, ekskavatorlar va boshqa o'nlab soha uchun zarur texnikalarni ko'rishlari va mutaxassislardan tavsiyalar olishlari mumkin bo'ladi. Ko'rgazmada ilk bor Mo'g'uliston davlatidan kelgan kompaniya ishtirok etib, ularning portlovchi moddalar tashish uchun ixtisoslashgan uskunalari tadbir ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Ko'rgazma 30 oktyabrgacha davom etadi.